hassam sinib qolgandi, yangi hassa sotib oldim. Hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Bundan 3 oylar oldin mart oylarida hassam sindirib qo'ydim. Tak hozir ko'rsatib beraman yangisini. Tak, qarab turinglar. Yaxshilab e'tibor beramiz. Oppa, mana. Ko'rdinglar-a? Endi mana shunday qilib mana. Hop. Mana hozirlarga yurgan ko'rsatib beraman. Nima qilib ishlatish. Mana shuna qilib ishlatamiz. Do'stlar bo'lsa, shuna qilib nima qilamiz? Hop, bu hassamiz qarab turing. Ikkiga bo'linadi. Oppa. Bu hassamiz mana ikkiga bo'ldik, bu to'rtga bo'linadi. Qarab turing. Mana 3ga bo'linadi. 3 4 De. Mana 4, mana 5, mana 6, 7 gacha bo'linib ketadi mana. Qarab turinglar, mana bo'ldik. Oppa, mana ko'rdinglarmi? Mana bo'ldik. Ana buni narxiga kelsak, atiga $100. Agar shunaqa hassalar kimga kerak bo'lsa, telefon nomerlarida aytaman. +996 554 0707 38. Qaytaraman. 996 554 0707 38 nomerlariga telefon qilasizlar. Agar kerak bo'lsa, atiga $100 narxi. Sizlarga yoqdimi bu hassa?